Assalomu alaykum. 3ds Max interyer kursimizni boshlaymiz. 3ds Max yangi uстановka qilganimizda shunaqa ko'rinishda ochiladi. Biz o'shanda bu pechkani o'chirib qo'yamiz, chunki har doim ko'rinmasligi uchun o'chirib qo'yamiz va chiqib ketamiz. V-Ray ishlatmaganimiz uchun V-Ray'da ham o'chirib qo'yamiz. Agar V-Ray ishlatgan, V-Ray'da render qiladiganlar bo'lsa, buni qo'ysa bo'ladi. Qolgan koronani, gumkalarni bu yoqqa qo'yamiz. Endi qisqacha interfeysimizni, 3ds Max interfeysini ozgina tushuntirib o'taman. Bizda bu yoqda qismlarga bo'lingan. Birinchisi bu asosiy menyu. Asosiy menyu, bu yerda menyular joylashgan, har xil menyular bor. Bu ikkinchisi asosiy instrumentlar paneli. Uchinchisi bu ishchi oynasi. Bu yerda har xil proyeksiyalar, o'sha proyeksiyalar oynasi deyiladi. Bu yerda proyeksiyalar bo'yicha ishlanadi bu yerda. 3ds Max'da proyeksiyalari joylashgan bo'ladi bu yerda. Uchinchisi bo'lsa, bu komandная строка, komandalar paneli. Bu yerda komandalar joylashgan. To'rtinchisi bu track bar. Bu o'sha animatsiya qilinganda ishlatiladi bu narsa. Oltinchisi bu koordinatalar paneli. Bu yerda obyektlarni qaysi koordinatada joylashib turganligini ko'rishingiz mumkin. Oltinchisi animatsiya paneli. Yettinchisi open qilamiz. Tadbirkorga o'tsak, o'sha gruppani mana chizig'ini ushlaydi, qolgan narsalarni ushlamaydi. Shu narsalarga javob beradi. Bu nomi bo'yicha belgilash deyiladi. Bu masalan nomi belgilangan nomi bo'lsa, masalan circle turibdi, faqat o'sha circle ushlaydi masalan. Korona kamera bo'ladigan bo'lsa, nomini bosasiz, nomining ustiga o'shani ushlaydi. Bu yerda joylashgan box uchasak, box o'zini belgilaydi. Nom bo'yicha belgilash mumkin. Bu belgilash turlari hisoblanadi bular. Masalan, to'rtburchak belgilash, to'rtburchak belgilaydi, dumaloq bo'lsa, dumaloq belgilaydi. Bu narsa qachon kerak bo'ladi? Masalan, dumaloq shaklimiz dumaloq bo'ladigan bo'lsa, bu holatda chiziq orqali belgilaydi. O'sha chiziq orqali chizib ko'rsatib berasiz, o'sha ko'rsatilgan joyi belgilaydi. To'rtinchisi bu noodatiy shakl bo'yicha belgilaydi. O'sha belgilash kerak bo'lgan joy qanaqadir boshqacha shaklda bo'lsa, qaysi har xil bo'lsa, shuni belgilashga rosa qo'l keladi. To'rtinchisi bo'lsa, bu kist yordamida belgilaydi. Kesish orqali belgilash. Bu narsa bo'lsa, buni bosib qo'ysangiz, masalan, faqat ichiga kirgan obyektlarni belgilaydi. O'zgartirib qo'ysak. Ichiga kirgan obyektlarni belgilaydi. Buni o'chirib qo'yadigan bo'lsak,
masalan yoni oxiriga o'sha belgimizni ichiga kirmasa ham belgilaveradi. Agar buni yoqib qo'yadigan bo'lsak, faqat ichiga kirgan obyektlarni ushlaydi bu. Undan keyin bo'lsa move. Bu obyektlarimiz harakatlantirishga kerak bo'ladi. Move yordamida biz modellarni yoki har xil chiziqlarni surishimiz mumkin. 3 ta koordinata bo'yicha surishimiz mumkin. Rotate. Bu aylantirish. Box tushasak, aylantirish mumkin. Yana trackbar mana bu koordinatalar panelidan masalan kiritishimiz mumkin. Masalan necha gradusga aylantirishimiz mumkin. Qaysi koordinata bo'yicha aylantirishimizni kiritishimiz mumkin. Masalan x koordinata bo'yicha 40 gradus kiritsak, o'sha koordinata bo'yicha 40 gradusga aylantirib beradi. Shuna qilib aylantirib o'zgartirishimiz mumkin. Undan keyingisi bu scale. Bu obyektlarni katta kichik qilishga yordam beradi. Bunda ham shunaqa, masalan x koordinata bo'yicha, y, z koordinata bo'yicha yoki bo'lmasa umumiy birdaniga kattalashtirishimiz mumkin. Bunisi bo'lsa placer. Placer deyiladi. Nomi placer. Navbatdagi instrumentimiz bu placer deyiladi. Buni bosganimizdan keyin masalan ushlab olib borsak, har xil pozitsiyada qo'yib berish mumkin. Bunga joylashtirib beradi. Obyektlarni olib borasiz, bunaqasiga joylashtirib beradi. Keyingisi bu magnet. Magnet nimaga yordam beradi? Obyektlarimizni aniq o'sha joyga masalan qo'yishimizga yordam beradi. Masalan aniqroq joylashtirishimizga yordam beradi. Buni nastroykasini ham ko'rsatib ketaman, qanaqa qilib nastroyka qilinishini. Ochib olamiz va biz o'zimiz kerak bo'lgan nastroykani to'g'rilab olamiz. Bu yerda hozir grid point yoniq turibdi. Bu setkalar bo'yicha magnet yopishishini bildiradi. Bu gridga yopishadi shunda. Bu bizga odatda kerak bo'lmaydi. Bu yerda grid bilan ishlamaymiz. Shuning uchun buni o'chirib qo'yamiz. Bizga asosiy kerak bo'ladigan 3 ta perpendikulyar, vertex va midpoint. Shu uchalasi yetadi. Perpendikulyar bu perpendikulyar keladigan joyda o'sha magnet yopishadi. Vertex bo'lsa o'sha nuqtalaridan ushlaganingizda, masalan bu boksimizni shu nuqtasidan ushlab plane'imizni shu nuqtasiga olib borishimiz kerak. Ushlaymiz, masalan ushlab olib mana bu yerga olib boramiz. Shunga javob beradi. Shu nuqtadan olib o'sha nuqtasiga aniq yopishishiga yordam beradi shu vertex. Mid perpendikulyar bo'lsa, masalan perpendikulyarni kelgan joyda mana perpendikulyar yopishadi. Midpoint bo'lsa, bu mana bu o'rtasiga, o'sha segmentni o'rtasiga olib borib qo'yib beradi. Bu segmentni o'rtasidan ushlaydi. Masalan, mana bu segmentni o'rtasidan ushlab turib, bu yerdagi segmentlarni ko'rsatib, mana bu yerdagi segmentni o'rtasiga borib qo'yib beryapti. Shunga kerak bo'ladi. Keyin bu narsalarni yoqib qo'yishimiz kerak. Odatda ochiq bo'lishi mumkin, yoqib qo'yish kerak bo'ladi. Bu narsa ochiq bo'lsa, yoqib qo'yish kerak. Shu narsa. Keyingisi bu buni
bu magnit yoqish uchun S knopkasini bossak o'chadi, S knopkasini bossak yonadi. Keyingisi Angel Snap deyiladi. Bu o'sha burchak bo'yicha magnit yoqib beradi. Buni yoqqanimizdan keyin masalan aylantiradigan bo'lsak, masalan mana 5 gradusdan aylanadi o'zi. Buni o'chirib qo'yadigan bo'lsak, bu gradus 5 gradusdan emas, har xil gradus bo'lib ketadi. Uni yoqadigan bo'lsak, o'sha aynan 5 gradusdan aylanadi. Buni o'zgartirib qo'ysa ham bo'ladi. Masalan 5 gradusdan ko'proq ham qilib qo'yish mumkin yoki kamroq qilib qo'yish mumkin. Masalan 45 gradusdan qilib qo'ysa ham bo'ladi. 45 gradusdan qilib qo'ysangiz, yoqqaningizdan keyin 45 gradusda, har 45 gradusda to'xtaydi bu. Shu narsaga ishlaydi. Bundan keyingisi mirror. Mirror bu aksini o'girib beradi obyektlarni. Masalan mirror bosadigan bo'lsak, mana x koordinati bo'yicha teskarisini o'girib berdi. Y bo'lsa y, z bo'yicha bo'lsa z ga o'girib beradi. Z bo'yicha o'girib berish mumkin yoki x y bo'yicha o'girish mumkin, y z bo'yicha o'girish mumkin. Masalan copy'ni yoqib qo'yadigan bo'lsak, copy qilib beradi. Instantni yoqsak, instance qilib beradi. Shunaqa. Reference bu reference qilib qo'shimcha qo'shib beradi. Bu offset masalan surishingiz mumkin. Masalan qanchaga koordinati bo'yicha mana z ga bosadigan bo'lsak, z koordinati bo'yicha surib beradi masalan. O'sha koordinataga qarab, hozir YZ bosadigan bo'lsam, YZ ikkalasiga -18 millimetrdan surib beryapti. Javob beradi. Undan keyingisi align deyiladi. Masalan buni bosamiz. Plane'imiz ustiga bossak, mana bu yerda ko'rsatib qo'yibdi. X, Y, Z koordinatalarni berib qo'ygan. Pivot pointda turibdi. Biz masalan buni centerga qo'ysak, ikkalasini ham centerga qo'ysak, bittasi mana current object deb target hozirgi ushlagan obyektimiz, masalan choynakni ushladik. Target obyekt bu o'sha ko'rsatilgan obyekt. Plane'ni ko'rsatdik. Centerga mana choynagimizni centerdan ushladida, plane'imizni centerga olib borib beryapti. Masalan z koordinatini o'chirib qo'yadigan bo'lsam, z koordinataga olib bormaydi-da, qolgan ikkita koordinatani o'sha centerga olib borib beradi. Choynagimizni centerini o'sha plane'imizni centerga olib borib beradi. Yoki bo'lmasa x koordinatani qoldiradigan bo'lsa, faqat x koordinati bo'yicha o'sha centerlarga olib borib beradi. Pivot bo'ladigan bo'lsa, o'sha choynagimizni pivotda turgan joyidan o'sha plane'imizni pivotda turgan joyiga olib borib beradi. Shu narsa bu. Pivot narsa. Undan keyingisi material editor. Material berishga ishlatiladi. Buni ikki xil ko'rinishi bor. Kirsak mana birinchisi oddiy o'sha eski usulda material beradigan usul. Bunisi oddiy usul, ikkinchisi mana compact material editor, ikkinchisi slate material editor. Undan keyingisi bu render nastroyka. Render setup nomlanadi. Bu yerdan biz o'zimiz ishlatadigan render tejribasi tanlab turib, masalan Corona bo'lsa, Corona, Vray bo'lsa, Vray tanlab turib, o'sha nastroykalarni to'g'irlashimiz mumkin. Bu yerdan rasmni razmerini tanlaymiz. Bu yerdan bunga yana alohida keyinroq yana to'xtalamiz. Bu nastroykalarni qanday to'g'irlash bo'yicha. Hozir shu ozgina tanishtirib o'taman. Render nastroyka bu yerdan render
render dvijogini tanlaymiz. Yana shunga o'xshash nastroykalar to'g'rilanadi bu yerda. Asosiy instrumentlar paneli hozircha shu. Undan keyin komandalar panelini ozroq tushuntirib o'taman. Bu yerda mana create bo'limi bor. Bu yerda masalan obyektlar bu yerda 3D obyektlar bu yerda joylashgan. Har xil box, kon, sfera, geosfera, silinder, type shunga o'xshash 3D obyektlar joylashgan. Bunisida esa chiziqlar joylashgan. Line, rectangle, circle shunga o'xshash chiziqlar joylashgan bu yerda. Bunisi bu yerda chiroqlar. Mana bu yerda Corona light bor, V-Ray light bor, standart o'zini 3ds Max o'zini chiroqlari bor. Undan keyingisi bo'lsa bitta kameralar joylashgan. Bu yerda Corona kamera, physical kamera, target bunaqa narsalar. Bunisi helpers, yordamchilar. Bu yerda bu yerda ham shunga o'xshash lightlar bor, bu yerda ham quyoshlar boshqa narsalar bor. Bundan keyingisi bo'lsa modified nomlanadi. Bunisi nastroykalari. Masalan, plane ushlasangiz, plane'ni o'sha parametrlarini ko'rsatadi. Masalan, bu yerda katta kichikliklari, shunga o'xshash narsalar. Nimani ushlasangiz, o'sha parametrlarni shu joyga kirib, o'sha modify degan joyga kirib turib, shu parametrlarni shu joydan to'g'rilanadi. Bundan keyingi bo'lim bo'lsa, bu pivot bo'limi. Bu yerda obyektimizni surish uchun kerak bo'ladigan pivotlarning nastroykalarini to'g'rilashimiz mumkin. Masalan, affect pivot only turibdi. Buni center obyekt qiladigan bo'lsak, pivotimizni centerga olib kelib qo'yadi. Yoki bo'lmasam shuni bosganimizdan keyin o'zimiz xohlagan joyimizga borib qo'yishimiz mumkin pivot. Bu yerda shu obyektimizni o'sha surish uchun kerak bo'ladigan pivotini nastroyka qilishimiz mumkin bu yerda. Yana boshqa nastroykalar bor. Bu yerdan masalan o'chirib qo'yishingiz mumkin, surilmasligini, masalan bularni lock qo'yishingiz mumkin. Masalan, bularni bosadigan bo'lsangiz, mana move bo'yicha deyapti, surilmaydi obyekt. Buni yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, hozir XY koordinati bo'yicha, masalan, bosib qo'yadigan bo'lsam, XY koordinati bo'yicha sura olmayman. Faqat Z koordinati, uch koordinati bo'yicha sura olaman. Buni yoqadigan bo'lsak, rotate qila olmayman. Masalan, X koordinati bo'yicha rotate qila olmayman. Mana X koordinati bo'lsa, X koordinati bo'yicha rotate qila olmayman. Y koordinati o'chirsam, Y bo'yicha ham. Masalan, hozir uchasini o'chirib qo'yadigan bo'lsam, hech qanaqasiga aylantirib bo'lmaydi. Uchinchi bo'lim bo'lsa, bu scale. Buni yoqadigan bo'lsangiz, scale qila olmaysiz. Shu obyektingizni katta kichik qila olmaysiz. Hozir shu joyda qotadi, hech narsa qilib bo'lmaydi. Masalan, bir xilga shunaqa interior dizaynda shunaqa narsalar bo'ladi. Devoringizni ko'tarib bo'lganingizdan keyin shu narsalarni yoqib qo'ysangiz, devoringiz hech qayerga siljimaydi. O'zgartirib turaverasiz, lekin joydan qimirlamaydi. Bu narsa qulay keladi. Qulay narsa, chunki o'sha yoqib qo'yganingizdan keyin surilib ketishi mumkin, qanaqadir holatda shu narsalarni oldini oladi. Undan keyingi bo'limi bu animatsiyalar uchun kerak bo'ladigan bo'lim. Animatsiya uchun kerak bo'ladi. Bundan keyingi bo'lsa, bu bo'lim nomi display. Ekranda ko'rinishlarni masalan nastroyka qilsangiz bo'ladi. Masalan, geometriyani bosadigan bo'lsangiz, masalan, geometriyalarni bekitib qo'yadi. Kamerani bosadigan bo'lsangiz, kameralarni bekitib qo'yishingiz mumkin. Ekranda ko'rinmaydigan qo'yishingiz mumkin. Masalan, sizga o'sha ssenadagi modeling qilayotganingizda, masalan, kamera bilan chiroqlar xalaqit beradigan bo'lsa, shuni bosib o'chirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Shu joydan. Bunisi bo'lsa, nastroykalar bor, har xil nastroykalar bor.
Komandoviy panel. Bu komandoviy panelimizni Tirdimaksi o'sha eng tepa qismiga olib chiqib turib, mishkamizni o'ng knopkani bosadigan bo'lsak, bu yerdan o'chirib yoki yoqishimiz mumkin. Masalan, yo'q bo'lib qolsa yoki qanaqadir o'chib qolishi mumkin, bosilib ketib, shu yerdan chiqaramiz yoki shu yerdan bekitib qo'yishimiz mumkin. O'ng knopkani bosib, command panel bossak, chiqib keladi. Keyingi mavzu proyeksiyalar oynasi. Proyeksiyalar oynasi. Bu yerda 3 ta proyeksiyalar bor. 3 ta proyeksiya, bu tepadan ko'rinishi, bu oldidan ko'rinishi, bu yondan ko'rinishi, chap tomondan ko'rinishi, bu topdan, tepadan ko'rinishi. Bu perspektiva ko'rinishi aytmoqchi. Perspektiva ko'rinishi turadi asosan. Perspektiva ko'rinishi. Endi bu oynalarimizni nastroyka qilishimiz mumkin. Masalan, qaysi oynada ishlamoqchi bo'lsangiz, masalan, topga o'tib ishlamoqchi bo'lsangiz, top ustiga mishkangizni olib kelib, Alt W ni bossangiz, shu oyna kattalashadi. O'sha oynada ishlashingiz mumkin. Yana Alt W ni bossangiz, yana qaytadi. Masalan, perspektivada ishlaydigan bo'lsangiz, shu oynani qaysi oynada ishlamoqchi bo'lsangiz, o'sha oynani ustiga mishkani kursorini olib borib, Alt W ni bossa, kattalashib kengayadi. Keyin bu oynalarimizni sonini, masalan, nastroykasini o'zgartirsak bo'ladi. Buning uchun nastroykasini shu anaqadan to'g'rilashimiz mumkin. Buni kirib turib, masalan, perspektivaga qo'yib turib, bunisini qolganini ikkita qanaqadir ko'rinish o'zingizga qulay bo'ladigan, masalan, top bilan frontdan ishlaydigan bo'lsangiz, perspektivadan ishlaydigan bo'lsangiz, shunday qilib to'g'rilab olishimiz mumkin. Shu panel yordamida. To'pga kerak bo'ladigan bo'lsa, olamiz. Keyingisi koordinatalar paneli. Shu bo'lim haqida ozgina to'xtalib o'tamiz. Bu koordinatalar paneli bu yerda hozir ushlagan obyektimizni qaysi koordinatada joylashganini ko'rsatib beradi. Masalan, shu mana bu strelkaga o'ng knopkani bosadigan bo'lsak, 0 ga tushadi. X koordinati bo'yicha 0 ga. Bunga bosadigan bo'lsak, Y koordinati bo'yicha 0 ga. Polностью 0 ga olib kelib qo'yadi bunda. Bu holatda hozir bu obyektimizni umumiy shu joyidagi o'sha koordinatasini 0 ga olib kelib qo'yadi. To'g'rilanadigan narsalar bor, shularni to'g'rilab qo'yamiz. Birinchisi, sen unda bu narsa orqaga qaytish. Buni sonini ko'paytirib qo'yamiz. Maksimumga qo'yib qo'yamiz. Ikkinchisi, auto window crossing. Buni yoqib qo'yishimiz kerak. Auto window knopkasini yoqib qo'yamiz. Bu narsa nimaga kerak? Bu narsani hozir ko'rib chiqamiz, hozir masalan. Bu narsani hozir ko'rib chiqamiz. Buni yoqib qo'yganimizdan keyin bu narsani har doim yoqib o'chirishimiz shart bo'lmaydi. Bu avtomatik har doim shu narsaga o'tib qoladi. Mana shunda bo'lib turadi har doim buni yoqqanimizdan keyin. Bu yerda hozir biz belgilaganimizda bu obyektimiz shu to'rtburchakning ichiga kirmaganda ham belgilayapti. Agar u knopkani yoqadigan bo'lsak, yo'qdan nastroykadan yoqib qo'yadigan bo'lsak, u o'sha rectangle'imizni ichiga kirmasa, uni belgilamaydi. Faqat ichiga kirgan obyektlarnigina belgilaydi. Shu narsani yoqib qo'yishimiz kerak, shuning uchun narsani yoqib qo'yamiz. Files bo'limiga o'tib turib, bu yerdan backup va intervalni 5 minutga tushirib qo'yamiz yoki 10 minut. Hamma o'ziga qarab
5 minut yoki 10 minutga qo'yib qo'yish mumkin. Bu yerda to'g'rilanadigan narsalar shu. Yoki bo'lmasam bu yerda yana use large toolbar button degani bor. Buni o'zingizni o'sha 3ds Max'da ko'rasiz. Masalan, ekraningiz razresheniyasiga qarab, masalan, kichikroq razresheniyadagi ekran bo'lsa, bu narsani o'chirib qo'ygan yaxshi, chunki o'shanda ekraningizda ko'proq joy bo'ladi, ikonkalar sal kichikroq bo'lganining hisobiga. Bu yerdagi nastroykalar shu. Buni magnit nastroykasini to'g'irladik. Setup to'g'irladik. Endi bir editable polyni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib editable polydan boshlaymiz. Masalan, editable polyga o'girish uchun mishkamizni o'ng knopkasini bosib, convert to editable polyga o'tkazamiz. Yoki bo'lmasam, komanda panelidan editable polyga o'tkazish mumkin. Bu yo'l bilan o'tkazish mumkin. Bu yerda belgilash usullari bor. Mana obyekt nuqtasidan belgilash mumkin. Birinchisi, ikkinchisi obyektimizni segmentlaridan belgilashimiz mumkin. Segmentlardan o'zgartirib tortishimiz mumkin. Uchinchisi bu border deyiladi. Bu border masalan ochiq bo'ladigan bo'lsa, plain bo'lmaydigan bo'lsa, bu qiralarini border deb ataladi. Bunisi bo'lsa, bu yuzalari. Obyektimizni yuzalaridan belgilash. Obyektlarimizni yuzasi bo'yicha belgilash. 5-inchisi bo'lsa, bu element. Umumiy bitta elementda yaxlit umumiy belgilab beradi. Bularga o'tish uchun nuqtaga o'tmoqchi bo'lsak, bir knopkasini bosamiz. Chiziq o'sha segmentni belgilash uchun o'tmoqchi bo'lsak, belgilashga o'tmoqchi bo'lsak, 2 ni bosamiz. Borderga 3, yuzaga poligonga to'g'ri bosib o'tamiz. Elementga 5 bosib o'tamiz. Poligon bo'yicha ko'rib chiqamiz. Shrink nima? Masalan, grow mana. Grow belgilaganingizdan keyin sekin-sekin qo'shib belgilaydi. Shrink bo'lsa, bu kamaytirib beradi. Shu belgilaganingizz masalan oshib ketadigan bo'lsa, kamaytirib beradi. Soft selection shart emas, extrude bu yuzani o'stirib beradi. Yuzamizni belgiladik. Ya'ni bu yerda qancha millimetr o'stirishimiz kerak bo'lsa, kirgizamiz. O'stirish. Outline nima qilib beradi? Outline yuzani kengaytirib, kichiklashtirib beradi. Kengaytirib. Bu o'stirmaydi, faqat yuzani kengaytiradi, kichraytiradi. Bunga javob beradi. Bevel bo'lsa, yuzamizni o'stiradi, ham kichik yoki kattalashtiradi yuzimizni. Ikkita vazifani bajaradi bevel. Insert bu yuzani ichiga kirgizib beradi. Masalan, belgilasangiz, yuzani ichiga kirgizib beradi.
insertda ham ikki xil usuli bor. Insert ikki xil usuli bor. Birinchisi mana insert gruppa degani bor ekan, gruppa. Bu gruppa общий yuzadan insert qiladi. Ikkinchisi bo'lsa by polygon, o'sha yuza bo'yicha. Bu yerda 4 ta yuza bo'lgani uchun o'sha to'ralar yuza bo'yicha insert qilib beryapti. Gruppaga o'tkazadigan bo'lsak, umumiy bitta o'sha to'ralar poligonni bitta qilib insert beradi. Bridge beradi, bridge qo'shib beradi. Ko'prik degani ma'nosi qo'shib beradi. Ikkita yuzani belgilasak, endi bridge bosadigan bo'lsak, birlashtirib yubordi. O'sha ikkita yuzani bir-biriga birlashtirib yuboradi. Flip bu o'girib beradi. Yuzamizni ichkarisini tashqariga, tashqarisini ichkariga o'girib beradi. Presser Vue degan knopkasi bor. Bu narsani keyin ko'rib chiqamiz. O'sha UMap bilan bog'liq bu narsani keyin ko'rib chiqamiz. Create nima qiladi? Yangi yuza qo'shib beradi. Create bosadigan bo'lsak, yoniga mana yangi yuza qo'shib berdi. Create yuza qo'shib beradi. Collapse masalan ikkita yuzani ushlaydigan bo'lsak, birlashtirib yuboradi. Collapse. Collapse bosadigan bo'lsak, yuzani qo'shib tashladi, bir-biriga qo'shib yubordi. Attach bu o'sha ikkita obyektni bir-biriga qo'shib beradi. Tablitsadan belgilash mumkin, nom bo'yicha belgilab attach qilishingiz mumkin. Endi detach bo'lsa o'sha belgilangan yuzani alohida qilib ajratib beradi sizga. Detach to element bor, detach as clone. Detach to elementga qo'ysangiz, alohida bitta obyekt qilib detach qilib beradi. Alohida bitta obyekt, alohida o'sha detach as clone. Kopiya qilar ekanda detach qilib berar ekan bunisi. Kopiya qilib detach qilib berar ekan. Endingisi slice plane. Plane yordamida kesadi. O'sha yuzamizni belgilab qo'ygan yuzamizni plane yordamida kesadi. Masalan, magnit yoqib qo'yamiz, magnitni aylantirish yoqib qo'yamiz. Mana magnit bo'yicha aylantiramiz. Slice bosadigan bo'lsak, o'sha belgilangan yuzamiz o'zini kesib beradi.
keyin yonida reset plane degan narsasi bor. U narsa nimaga javob beradi? Maynimizni o'chirib tursak, masalan, plane'imiz har xil qiyshiq holatga kelib qoldi. Endi uni oldingi holatga qaytarishimiz kerak. Tekis qilishga aylantirib joyiga keltiraman desak, ko'p vaqt ketadi. Uni aniq qilib aylantirish ham qiyin. Shuning uchun reset plane bosilganda bu o'zini holatiga eng birinchi holatiga qaytib qoladi. Bundan keyingisi quick slice. O'sha belgilangan yuzani to'pdan qaraydigan bo'lsak, har xil yo'nalishda bunda erkin yo'nalishda kesishimiz mumkin. Bundan keyingisi cut. Cut bu ham erkin o'sha kesib beradi. Bundan keyingisi cut, smooth. Bundan keyingisi smooth. Hozir ko'rib chiqamiz. Smooth nima qilib beradi? Bu yumshatib beradi. O'sha yuzingizni, belgilangan yuzingizni turbosimizga o'xshab yumshatib beradi. Tessellate bo'lsa, bu yuza qo'shib beradi bunga. Poligonlarni maydalashtirib beradi. Tessellate qilsa, yana yuza qo'shib ketaveradi. O'sha karasiga oshib ketaveradi bu narsa. Undan keyingisi make planer degan funksiya. Bunisi belgilaymiz, masalan, yuzani belgilaymiz. Hozir beradigan bo'lsak, endi bu yuzamizni masalan oldingi holatga qaytarishimiz uchun, o'sha bu yuzalar bilan bir xil qilishimiz uchun belgilaymiz yuzamizni. Frontdan qarab pastdagi yuzamizni ham belgilaymiz. Endi perspektivaga o'tamiz. Perspektivaga o'tib, mana belgilandi. Buni Z koordinata bo'yicha bitta tekislikka keltirishimiz kerak. Shuning uchun biz Z ni bosamiz. U o'sha bitta koordinataga, tekis koordinataga kelib qoladi. Endi masalan biz buni Y bo'yicha bitta tekislikka keltirmoqchi bo'lsak, X bo'yicha yoki Y bo'yicha, masalan mana bitta ko'rinishga kelib qoldi. Bitta X bo'yicha bo'lsa X ga bu narsaga javob beradi. Ikkinchisi hide selection, belgilanganni yashirish. Ikkinchisi unhide all, hammasini ko'rsatish. Undan keyingisi hide unselected, bu belgilanmaganlarni yashirish. Bundan keyingisi polygon ID. Biz har bitta yuzaga ID berib chiqishimiz mumkin. Masalan, bu yuzani ushlab turib, masalan, ikkinchi ID bersak, pastdagi yuzalarni ushlab turib, bu birinchi ID beramiz. Masalan, birinchi ID berdik. ID berdik. Buni ushlab turib, bu yuzani ushlab turib, uchinchi ID ni bersak, bu narsa material berishda rosa kerak bo'ladi. Material editorga kiramiz. Material editorga kirib turib, materials bo'limidan general multi sub object belgilaymiz. Endi bunga birorta material ulab ko'ramiz.
oddiy material. Bitta unaqa chuqurlashmaymiz, faqat o'sha tushuntirish uchun materiallarga ozgina rang berib ishlaymiz. Birinchisiga masalan ko'k beradigan bo'lsak, ikkinchi IDga sariq beradigan bo'lsak, endi shu tayyorlagan materialimizni o'sha boksimizga beramiz. Bersak, mana o'sha material IDsi bo'yicha bizga materiallar berdi. Mana ikkinchi raqamli mana yuzamizga, mana ikkinchi IDsi 2 bo'lgan yuzamizga, mana ikkinchi raqamli material, IDsi birinchi bo'lgan yuzamizga, birinchi material, uchinchi bo'lgan yuzamizga mana uchinchi materialni berdi. Bu narsa shunga ishlaydi. Har xil masalan yog'och bo'lishi mumkin, qaysidir yuzda bitta yuzda 2-3 ta material bo'lishi mumkin. Masalan, ichkarisida yog'och, tashqarisida qanaqadir boshqa material bo'lishi mumkin. Shunaqa paytda o'sha IDlarni kirgizib olamiz va bu yerda 2-3 ta material taxlab turib, o'shani tayyorlab olsak bo'ladi. Endi editable spline bo'yicha ko'rib chiqamiz. Masalan, rectangle bo'ladigan bo'lsa, uni editable spline o'tkazishimiz uchun bu yerda ham shunaqa mishkani o'ng knopkasini bosib turib convert to editable spline ga kiramiz. Bu yerda ham mana belgilash uchun nuqtasidan belgilasak bo'ladi. Spline nuqtalaridan ushlab belgilashimiz mumkin. Ikkinchisi segmentni ushlab belgilashimiz mumkin. Uchinchisi bo'lsa umumiy belgilashimiz mumkin. Bitta belgilaganimiz umumiy spline ni belgilaydi. Bularga o'tish uchun nuqtadan belgilash uchun 1 bosamiz, segmentdan belgilash uchun 2 ni bosamiz, spline o'zini umumiy belgilashimiz uchun 3 bosamiz. Endi spline'imizni mana bitta shoxlari bor. Bu shoxlarini o'chirish yoki yoqish uchun mana bu yerda mishkani o'ng knopkasini bosganimizda oyna chiqadi. Bu yerda o'sha hozir shoxlari o'sha bezier corner turibdi. Bu ham burchakli, ham yumshoq, o'sha bezier bo'lgan anaqani yoniq turibdi bu yerda. Ham yumshoq qilsa bo'ladi, ham burchak qilsa bo'ladi. Shunaqa holatda turibdi. Bezier o'ziga o'tkazadigan bo'lsak, yumshoq bo'lib qoladi. Bu yerda burchaklari bo'lmaydi. Cornerga o'tkazadigan bo'lsak, bunda faqat burchakli qoladi, shoxlar ketadi. To'rtinchisi bu smooth. Smoothda o'ta yumshoq bo'ladi. Bu yerda umuman burchagi bo'lmaydi. Ham yumshoq bo'ladi. Masalan, hammasidan smoothga o'tkazadigan bo'lsak, dumaloq shakl kelib chiqdi. Cornerga o'tkazadigan bo'lsak, corner polniy burchak, hamma nuqtalar burchakka aylandi. Endi rendering bo'limida bu yerda asosiy kerak bo'ladigan narsalar enable in rendering degan joyi bor. Buni yoqadigan bo'lsak, bu spline'imiz renderda ko'rinadi. Lekin enable in viewport yoqsak, o'sha bu viewportda ham ko'rinadi. Endi buni shaklini tanlash mumkin. Masalan, ikki xil shakli bor. Dumaloq shakli bor va rectangle to'rtburchak shakli bor. Bu qalinligi, o'shani yo'g'onligi, dumaloq yuzani yo'g'onligi, bu soni, yuzalari o'sha mana bu chiziqlarning soni, har bitta o'sha dumaloq aylanada bo'ladigan soni. Bu burchagi aylantirib beryapti. Narsa undan keyingisi bu to'rtburchak rectangle ko'rinishi. Bunda lens bo'yi, width, eni kiritish mumkin, buni aylantirish mumkin burchaklar bo'yicha. Except bu kattalashtirib beryapti. O'zligi bu interpolation degan narsa bor. Bu narsa bilan hozir bu yerda optimize yoniq turibdi.
rendering o'chirib turamiz. Editable spline editable spline o'tib turib buni burchaklarni interpolation bilan fillet qiladigan bo'lsak, interpolation bunda mana buni qancha kamaytirsangiz burchaklari burchakli bo'lib chiqadi. Buni qancha ko'paytiradigan bo'lsangiz, o'sha burchagimizni segment ko'payadi, o'sha tochkalar ko'payib ancha yumshoqlashadi. Odatda shu 6-7 qo'yish mumkin. Endi anaqaga qarab ekstrud berganingizdan u burchak bo'lmasligi kerak. Shunga qarab qo'shilaveradi. Endi agar buni ko'paytirib yuborisham to'g'ri emas, chunki bu obyektingiz masalan ko'p bo'ladigan bo'lsa, bitta ssenada rosa ko'p tarqalgan bo'lsa, bu ssenani og'irlashib ketishiga olib keladi. Segmentlarni ko'paygani hisobiga. Interpolation shu narsaga javob beradi. Adaptivga qo'yadigan bo'lsa, bu o'zi nastroyka qiladi. 3D Max o'zi nastroyka qiladi. Eng yumshoq anaqaga qo'yib beradi. Buni qo'yadigan bo'lsangiz, segment ko'proq bo'ladi. Odatdagiga nisbatan. Undan keyingisi create line. Create line bu liniya qo'shadi. Qo'shib beradi create line. Break bo'lsa, masalan, nuqtani ushladingiz, break bosadigan bo'lsangiz, o'sha nuqtani ajratib beradi, bir-biridan uzib beradi. Bitta nuqtani ikkita qilib beradi, bitta. Break ajratib beradi. Endi attach qiladigan bo'lsak, bitta spline'ni ikkinchi spline'ga qo'shib beradi. Attach qiladigan bo'lsak, u nastroykalar ham o'tib ketdi. Undan keyingisi bu multi attach. Multi attach birdaniga bir nechta chiziqlarni bir-biriga qo'shib beradi. Masalan, hozir ko'rib chiqamiz. Multi attach bosadigan bo'lsak, attach multi qiladigan bo'lsak, mana tepada rectangle'larimiz turibdi. Ularni hammasi belgilab turib attach bo'lsak, birdaniga hammasini qo'shib berdi. Bu chiqarishimiz. Undan keyingisi cross section. Cross section. Belgilaymiz. Cross section ishlash uchun. Cross sectionni bossak, talarni qo'shadi. Endi bunga surface beradigan bo'lsak, modifikator beradigan bo'lsak, surface. Bu shu yuzani. Cross section shunga kerak. Bu cross section yordamida har xil shaklda ishlash mumkin. Rosa qulay bo'lgan funksiyasi bu spline. Surface berib turib, qayerga o'tib olamiz. Masalan, nuqtalarni ushlab har xil shaklda berishimiz mumkin. Har xil noodatiy shakllarni berishimiz mumkin. Masalan, qiyshiq shaklda bo'ladigan bo'lsa, shu funksiya yordamida chiqarish mumkin. Buni ham masalan, buni shoxidan tortib, yana ham yumshoqroq qilish mumkin. Har xil noodatiy shakllarni chiqarsa bo'ladi bu cross section yordamida. Smooth bo'lsa, mana zo'r bo'ladi. Cross section shunga kerak. Fillet. Filletimiz burchaklarni shunaqa qilib burchaklarni arka qilib beradi. Fillet.
chamfer ham shunga o'xshagan narsa, lekin bunda burchakli bo'ladi. Bunaqa arka sifat bo'lmaydi. Bunda burchakli bo'lib, burchaklar ketadi. Undan keyingisi height belgilangan chiziqlarimizni bekitib qo'yadi. Unhide all ochib beradi. Shu. Endi bundan keyingisi kopiyani turlarini ko'rib chiqamiz. Qanaqa qilib kopiya qilinadi va qanaqa kopiyani turlari haqida gaplashamiz. G ni bossak, grid yonadi. Fokusda degan bo'lsak, birinchi usuli kopiya qilish, birinchi usuli Ctrl bosamiz, move yoqib olamizda. Shift bosib turib, shift bosamizda move bilan suramiz. Endi chiqdi buni. Kopiya qilish anaqasi chiqdi. Bunda sonni kiritishimiz mumkin. Qancha kopiya qilishimiz sonini kiritishimiz mumkin. Buni bossak, kopiya qilib beradi. Endi ikkinchi bu kopiya bo'ldi. Bunisi ikkinchi usul bu kopiya qilamiz. Ikkinchi usul bu shift bosib tortaman. Ikkinchi usul bu instance. Kopiyada kopiya qilganimizda obyekt bu obyekt bilan birinchi obyekt bilan bu kopiya qilingan obyektlar boshqa obyekt hisoblanadi. Instance'da bo'lsa, bu instance qilganingizda bundan keyingi obyektlar hammasi bitta hisoblanadi. Bunda hammasi, masalan, bu boks bilan qolgan bokslarni parametri bitta. Bu o'zgarsa, mana buni parametrini o'zgartiradigan bo'lsam, qolganlarini ham parametri o'zgaradi. Kopiya qilganimizda bo'lsa, bu o'zgarmaydi, faqat o'ziga ta'sir qiladi bu narsa, qolganlariga ta'sir qilmaydi. Endi undan keyingisi bo'lsa, reference. Reference ham instance'ga o'xshagan hisoblanadi. Buni ham o'sha instance'ga o'xshab ketadi. Buni yana bitta usuli, kopiya qilish usuli, Ctrl V ni bossak, bu ham kopiya qiladi, klon option chiqadi. Bu yerdan kopiya qilamiz, instance qilamiz, tanlab turib kopiya qilishimiz mumkin. O'sha buni qulay tomoni bu o'sha turgan joyiga kopiya qilib beradi. Masalan, bitta kopiya qilasizda buni bekitib turib, masalan, haytib turib, belgilangan haytib turib, buni o'zgartirishingiz mumkin, boshqa qilishingiz mumkin yoki o'chirib yuborishingiz mumkin. Qilsangiz bo'ladi, o'shanga kerak bo'ladi bu narsa. Keyin kopiya bilan instance farqi. Kopiyada masalan hozir shuni realni ko'ramiz hozir faylda. Masalan, o'ynay oladigan bo'lsak, kopiya buni deylik, kopiya qilib, masalan 20 ta kopiya qilaylik. 20 ta kopiya qilamizda. Bu yoqqa ham 20 ta kopiya qilamiz. Endi bu faylimizni saqlanib qilamiz. Birorta joyga saqlanib qilib, masalan, diskga saqlanib qilamizda. Saqlanib qildik. Endi buni joyini ko'ramiz. Bu faylimizning joyi mana 188 1 megabaytdan ko'proq. 2 megabayt yetmayapti.
1.88 megabayt beryapti. Buni hozir boshqa og'ir model tashlab ko'rsatib beraman. Bunda shu bilinmadi unchalik. Birorta og'ir model tashlab ko'rsatib beraman. Birorta kresloda masalan bu kresloni ostiga qo'yamiz. Senaga modellarni tashlayotganda ustiga olib kelamiz, merge bossak senaga tushadi. Masalan shu kresloni kopiya qilib ko'ramiz. Kopiya qilib ko'paytirib ko'ramiz. Masalan 10 ta deylik. 10 ta bunaqasiga, yana bir 5 ta bunaqasiga kopiya qilaylikchi. 5 ta. Общий. Endi buni saqlayib ko'ramiz. Shu joyiga. Kreslo deylik buni. Kreslo. Saqlanib qilishi ham mana kopiyada sal sekinroq bo'ladi. Seni og'irlashib ketadi. Bunda kopiya qilganda hozir instance qilib yana bir ko'ramiz. Uni farqini ko'ramiz shunda hozir. Saqlanib bo'ldi. Mana faylimiz joyi 19.9 megabayt bo'libdi. 19.9 megabayt bo'libdi. Endi buni instance qilib bir tekshirib ko'ramiz joyini. Instance qilamiz. Buni ham o'sha 10 ta bunaqasiga 5 ta. Endi buni saqlanib qilamiz. Kreslo instance. Saqlanib ham mana tezda bo'ldi. Ko'pincha qolmadi. Mana buni joyi 1.7 megabayt bo'lyapti. Mana instance qilinganda, kopiya qilinganda 19.9 megabayt bo'lyapti. O'sha masalan kattaroq ishlar bo'ladigan bo'lsa, har doim o'sha o'zgartirilmaydigan bo'lsa, o'sha instance qilish bir xil obyekt bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha hammasini instance qilib chiqish kerak. Instance qilib chiqsa, o'shanda 3D Max'da ishlash ham osonroq bo'ladi, joyi kamroq bo'ladi. Hisob-kitob qilganda ham qiynalmaydi 3D Max. 3ds Max'da kerak bo'ladigan asosiy ba'zi tushunchalarni ko'rib chiqdik. Endi interyerimizni DVG faylini renderga qanaqa qilib DVG faylni o'sha import qilishga tayyorlashni ko'rib chiqamiz. 3D Max'ga import qilishni ko'rib chiqamiz qanaqa qilib. Bu yerda hozir AutoCADda planimiz turibdi. Hammasi tayyor, planirovkalar tayyor. Bu yerda o'zimizga kerak bo'lmagan o'sha hatch yoki shriftlarni, bloklarni o'chirib tashlaymiz. Ortiqcha keraksiz narsalarni o'chirib tashlaymiz. Buni qanaqa qilib import qilishni ko'rib chiqamiz.
ham shriftlar kerak emas. Bunaqa kichkina chiziqli narsalar ham o'chirib tashlaymiz. Ssenamizda bu narsa og'irlashtirishi mumkin, qanaqadir noqulayliklar tug'dirishi mumkin. Men bilan o'chirib tashlaymiz. Narsalarni o'chirib tashlaymiz. Achlarni ham o'chirib tashlash kerak hammasini. DVG faylimiz import qilishga tayyor. Endi buni saqlanib qilib, saqlanib qilamiz. Saqlanib qilib, hozir buni yangilaveramiz. Reset qilamiz. DVG faylimizni endi import qilamiz. Bu yerdan fayl kerak bo'lmaydigan sloylarni o'chiraveramiz, tozalaveramiz. Hozir bu AutoCAD import qilganimizda buni AutoCAD ichidagi sloylar ham o'tgan. O'sha sloylarni o'chirib tashlaymiz. Tozalab olamiz. Menimcha yo'lda qolib ketgan mana o'chiraveramiz. Buning ichida ham chiziqlar qolib ketgan bilan ham kerak bu sloy. Bularni o'chirib. Endi remove into layer o'sha bo'sh sloylarni o'chirishni bosamiz. Bo'sh bo'lgan sloylarni hammasini o'chirib tashladi. Bitta ham bor ekan. Bularni ham bellab o'chirib olamiz. Bo'ldi. Toza bo'ldi. Endi bemalol ishlash mumkin. Yana bir tekshirib olamiz. Agar qolib ketgan bo'lsa, o'zimizni DVG chizig'imizni ushlab turib, Ctrl I ni bossak, undan tashqari bo'lgan elementlarni belgilaydi. Ularni o'chirib olamiz delete ni bosib. O'chirdik. DVG ni markazdan sal buyoqroqqa qo'yib olamiz, chunki markazga model tashlaganimizda modellarimiz shu markazga tushadi. Yaqinroqqa qo'yamiz iloji boricha. Bu yerdan olishimizga oson bo'lishi uchun, har bitta modelni uzoqdan olib bormasligimiz uchun tashlab olamiz. Endi yana bitta narsa, men bu fayl tanaqasiga bo'limiga kirib turib, link info ga o'tib turib, bu DVG ni qotirib qo'yamiz mana. Surilib ketmaydigan qilib qo'yamiz, kattalashmaydigan, shuni bosib qo'yamiz. Bu bitta joyda qotadi. Qimirlamaydi, shu yerda qoladi oxirigacha, shuni bosib qo'yamiz. Surilib ketmasligi uchun.